Eko nima uchun kerak? Qay holatda eko qilsa bo'ladi? Qaysi holatda eko qilsa bo'lmaydi? Shu haqida batafsil gapiraman. Xalq orasida juda ham ko'p noto'g'ri ma'lumotlar tarqalgan. 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik sroklarda homila bo'lmayaptimi? Yana harakat qilib ko'raylik ozroq, tabiiy bo'lmasa keyin eko qilamiz deb o'ylashadi. Yo'q, noto'g'ri o'ylaysizlar. Ba'zi holatlarda eko ham qilib bo'lmaydi. Qaysi holatda? Yoshligingizda agar siz kritarxizm bo'lgan bo'lsangiz, kritarxizm tuxumdonlar tepada joylashgan bo'ladi, yaxshi rivojlanmay qoladi. Yaxshi rivojlanmagan tuxumdan hech qachon urug' chiqib qolmaydi. Ikkinchi holatda irsiy kasalliklar bor. Irsiy kasalliklarda erkakning moyaklari yaxshi rivojlanmaydi. Uni tezda qilib operatsiya qilib ochgan bilan urug' chiqmaydi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, eko ham ojiz qilib bo'lmaydi. Yosh qizlarda hozir kista, polikistoz, gemorragik kista, matkada polip, mana shunaqa vaziyatlar bilan tekshiruvdan o'tishmaydi, yuraverishadi. Taqtib boyagi kista yorilib ketadi. Majbur tuxumdon bilan qo'shib tashlaydi. Bir nechta qizlar kelgan yonimga, turmushga qurgan, 1 yil, 2 yil bola bo'lmagan, ikkita tuxumdonni ko'rsak, tuxumdon yo'q, olib tashlangan operatsiya qilib. Bunaqa vaziyatda ham eko qilib bo'lmaydi. Urug' chiqmayapti yoki tuxum hujayra chiqmayaptimi? Bo'ldi, umidni uzasizlar. Hech qanaqasiga bu gap men uchun ham og'ir gapirish. Hech qaysi bir mo'jiza sizlarni bolalik qilib qo'ya olmaydi. Endi Alloh bersa bo'laveradi, bu gapim bilan shirk keltirish niyatim yo'qda. Tibbiyot taraflarimni sizga tushuntiryapman. Yana bir holatda eko qilib bo'lmaydi. Ayol kishining yoshi o'tib, follikula zaxirasi kamayib ketganda. Oldimga kelishadi 40 yosh, 39 yosh, 38 yosh, doktor, shuncha yil harakat qildik, bo'lmadi, birinchi bolam bo'lgan, yana bo'lish kerak, kutdik bo'lmadi, endi eko qilamiz. Bo'lmasa tabiiy harakat qilib ko'raylik desam, ayollarda follikula zaxirasini ko'rsatadigan gormon bor, AMG. AMG 0.001 turibdi. Даже bitta ham dominantli follikula, yetiladigan, yoriladigan follikula yo'q. Bunaqa vaziyatda men yo'q narsani qanday olib eko qilaman? O'sha uchun ota-onalar, bolalaringizga e'tiborli bo'linglar, moyaklarni ushlab ko'ringlar, qizlaringiz bo'lsa tuxumdonlarni o'ziga qildirib, matkalarni o'ziga qildirib turinglar. Har 6 oyda yoki 3 oyda ginekolog yoki urologga olib borib tekshirtirib turganingiz yaxshi. Shu bilan siz bolalaringizni kelajagini asrab qolgan bo'lasiz. Siz bilan doktor Quvonchbek, kuzatishda davom eting.